Sizlarga tavsiya qilib o'taman. Shu orada mani Telegram kanalimga подписка bosib qo'yinglar. Telegramga kirganda Bahodirjon Mullajonov mana IT haqida bilimlar berib boraman. E, Mana 1223 ta odami bor ekan. Telegramda qattiq X bilan Bahodirjon mana ostki chiziqcha Mullajonov deb qidirasizlar. Obuna bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Qaysi noutbuk brendini sotib olish kerak? Brendlar turlicha. Apple brendini noutbuklari bor. MacBook noutbuk bo'lsa, домашний PC bo'lsa, iMac yoki mana hozir bozorda Windows'da o'zini noutbuklari paydo bo'lyapti. Mi'lardi, Samsung, LG'lardiki bor. Undan tashqari bizni bozorda yetakchilik qiluvchi Lenovo, Acer, Asus, Dell kabi alohida xususiyatga ega bo'lgan noutbuklarimiz bor. Bu noutbuklar umuman siz turlicha ishlar uchun olishingiz mumkin. Masalan, ofisni ishlar, o'qish uchun student bo'lsangiz yoki gaming noutbuklar bor, kuchli o'yinlarda o'ynash uchun, streamlar qilish uchun. Ular o'zi albatta narxi ham shunga yarasha bo'ladi va dasturlash uchun, grafik dizayn uchun ham o'zini noutbuklari bor. Birinchi mana rasmda ko'rib turibsizlar. Bu birinchi o'rinda albatta bunga to'xtalishga qaror qildim. Apple muxlislari uchun MacBooklar, ya'ni Apple noutbuklari. Bularda mana Apple MacBooklari yuqori sifatli dizayn, alyumin korpus, yengil, mustahkamligi bilan ajralib turadi va bizda ikki xil seriya ketadi. Endi bu joyda MacBook Pro seriyasi va MacBook Air seriyasi ketadi. Bu joyda ikkalasi nima farqi bor desanglar, maksimal kuchli noutbuklarini MacBook Pro versiyasida olasizlar va sizga ultrabook ko'rinishdagi, ya'ni ingichka, yengil noutbuklar kerak bo'lsa Apple kompaniyasiga. Bunda Apple MacBook Air modellariga to'xtalishingiz mumkin. Ya'ni Mac operatsion tizimi bu Windows emas, umuman boshqa operatsion tizim ishlatasiz va bu mana viruslarga chidamliligi deyilyapti. Ya'ni Macga ancha-munchaga virus tushmaydi, chunki viruslar ham Windows uchun yoziladi odatda. Umuman tushmaydi demayapman, kamdan kam tushadi. Va o'ziga xos animatsiyalar bilan ishlashi sizni xuddi Mac operatsion tizimini ishlatib Windowsga qaytganingizda qanaqadir qotish hosil bo'lgandek tuyuladi. Ya'ni shunchalik sizga komfort beradi, o'ziga o'rgatadi, keyinchalik Windowsga qaytishingiz qiyin bo'ladi. Va alohida ajralib turadigan qismi Apple ekotizimi bilan ajralib turishi. Ya'ni bu integratsiya haqida gap ketyapti. iPhone ishlatadiganlar MacBookda maza qilaveradi. Agar Samsung ishlatadigan bo'lsangiz, Mac ishlatganingizda unchalik bilinmasligi mumkin, lekin iPhone'da muxlisi bo'lib turib MacBookga o'tsangiz, MacBook qo'shimcha ishlatishni boshlasangiz, ularning integratsiyasi dahshat, bir-biridan boshqarish mumkin. Kamchiliklariga ham o'tsak mana. Birinchi kamchiligi narxi yuqoriligi. Siz Windowsdan ko'ra qimmatroqqa olasiz buni. Cheklangan modernizatsiya, ya'ni boshqa noutbuklar kabi operativka va boshqa hardlari, masalan SSDlarni yangilash deyarli mumkin emas bunda mana. Chunki komponentlar o'rnatilgan maxsus o'zinikilar. O'yinlar uchun mos emas MacBooklar. Ya'ni bunda qo'shimcha diskret grafik kartasi yo'qligi. Ya'ni M chiplaridagi o'zini встроенный video kartasiga asoslangan buni kuchi. Ya'ni o'zini M chiplari ham kuchli albatta grafik dizayn tomonidan, lekin o'yinga emas. O'yin ham o'ynashingiz mumkindir. Ani maksimal xarakteristika bilan o'yna olmaysiz. Baribir siz gaming noutbuklaringizga o'yin tomonidan ketsak, kuchi tomonidan yeta olmasligi mumkin. Shu tomoni bor. Xo'p, kim uchun mos? Kim MacBook ishlatish kerak? Bular dasturchilar, dizaynerlar va albatta Apple ekotizimidan foydalanuvchilar. Ya'ni iPhone, iPad ishlatadigan odamlarga MacBook juda ham ideal mos keladi. Nima uchun dizaynerlar? Ularda ekran sifati juda ham zo'r. Dizaynerlar maza qilib video montaj qiladi, maza qilib rasmlar bilan ishlaydi. Nima uchun dasturchilar? Dasturchilarga unchalik gaming tomondan xarakteristika kerak bo'lmaydi va Air'larda olsak ham ko'tarib yurishga ham dasturchilar uchun qulay bo'ladi va albatta premium sifat izlovchilar uchun kerak. Ekranda ko'rib turibsiz, Dell. Dell noutbuklari ham alohida sifat bilan ajralib turadi. Bu yoq endi Windows noutbuklariga o'tamiz. Windows operatsion tizimida ishlaydigan noutbuklar. Dellda turli seriyalari bor. Mana mustahkamlik va sifat bo'yicha mana XPS bilan mana Inspiron seriyalari bor ekan, ikkita seriya, ikki xil yo'nalishdan ketgan. Bular yuqori sifatli materiallardan tayyorlanishi va uzoq xizmat qilishi bilan ajralib turadi. Inspiron seriyasida narx va ishlash balansi, ya'ni yaxshi ishlashi va narxi bo'yicha balans bor ekan.
o'rtacha narxi $500 dan $900 va bu model ofisni ishlari uchun va talabalar uchun mos keladi deyilyapti. Ya'ni $900 ham endi juda ham ofisni olmaysizku, bu gamingga yaqinroq, lekin gaming uchun alohida seriyasi bor degani bu. Endi kamchiliklari: narxlari biroz qimmat. Ya'ni xuddi shunaqa xarakteristikaga ega boshqa Lenovo bo'ladimi, Acer bo'ladimi, noutbuklar bilan solishtirganingizda kuchi xarakteristika bir xil bo'ladi, lekin narx tomonidan 1 milliondan 3 million oralig'ida Dell noutbuklari qimmatroq bo'ladi. Bu albatta sifat tomonidan, sifatli materiallar ishlatish tomonidan bo'lgani uchun narx tomonidan yutqizib qo'yilyapti. Dizayn tomoniga kelsak, kamchilik sifatida Inspiron seriyasida premium ko'rinishga ega emas. Ya'ni ko'proq funksiyaga e'tibor berilgan ular dizayn tomonidan yutqazib qo'yiladi. Ya'ni chiroyli emas, ixcham emas, ploskiy emas, shu tomonlari bor. Gaming modeldagi, Alienware degan modellarda og'irligi bilan ham kamchilik yo'nalishi kamchilik deb atashimiz mumkin. Gaming modellari og'ir bo'lar ekan juda ham. Bu o'zi barcha gaming modellarga tegishli. Xo'p, Dell noutbuklar kim uchun kerak? Ofis xodimlari, talabalar, mana Alienware modellari uchun, gamerlar, o'yinchilar uchun va Precision modeli professional dizaynerlar uchun. Mana ko'rib turibsiz, har bir modelda o'zining alohida yo'nalishlari bor. Gaming noutbuklari bor, ofisning noutbuklari bor, dizaynerskiy, premium noutbuklari, ultrabuklari bor. Shunga qarab siz o'zingiz ehtiyojingizdan va albatta cho'ntagingizdan kelib chiqqan holda noutbuk tanlashingiz kerak. Bitta brendni ushlab olish kerak emas. Har bir brendni arzon, qimmat, premium, gaming, dizaynerskiy modellari bor. Bizda keyingi keladigan noutbukimiz mana kommentga yozinglar, qaysi noutbukligini agar tanigan bo'lsangiz. Amen deb yozib qo'yganiga hayron bo'lmang, bu Amen brend emas. Bu ham bitta yo'nalish. Qaysidir brendni gaming yo'nalishi. Mana keyin bu yerda gaming noutbuklari joylashgan bo'lsa, bundan keyingi qismda mana premium noutbuklari. Bu HP brendi. HP'da ham juda chiroyli, zo'r modellari bor, alohida sifati bilan ajralib turadi bu ham. Va HP haqida gaplashamiz. HP keng assortiment, ya'ni turli yo'nalishlar bo'yicha turlicha noutbuklari bor. Masalan, byudjetniy variantlar, arzon noutbuklar kerak bo'lsa, pavilyonlar bor ekan, HP pavilyon. Premium, ya'ni qimmatroq, zo'r, sifatli modellar kerak bo'lsa, Spectre'da bor ekan. Mana bu ekranda ko'rib turgan mana bu modelingiz aynan HP Spectre bo'lishi kerak. Mana premium sifati borligi o'zi korpusdan ham sezilib turibdi. Mana 360 gradusga aylanadigan, o'zini sensorli ekran, ruchkalari bor va grafik dizayn, video montaj uchun ideal to'g'ri keladi bu. Xo'p. Bu Amen yo'nalishi bo'lsa, HP Amenlar gaming uchun, ya'ni igrovoy o'yinlar uchun juda ham kuchli xarakteristikaga ega, RGB klaviaturalar yonadi va yomon tomoni og'irligi, zaryad uzoq ketmasligi va hokazo bo'lib boradi. Xo'p, endi narxlar hamyonbopligi bilan HP ajralib turadi, ya'ni o'rtacha segment uchun mos. Qimmat ham emas, arzon ham emas, lekin o'rtacha segment uchun. HP sifatli displey bilan ajralib turadi. Ayniqsa Spectre seriyasi yuqori aniqlikdagi ekranlarga ega. Ya'ni multimedia, dizayn uchun juda ham yaxshi. Video montaj qilmoqchi bo'lganlar, dizaynerskiy ishlar qilaman deganlar uchun Spectre seriyasi juda ham mos kelar ekan. Ya'ni mana bu model. Xo'p, kamchiliklariga kelsak, batareya muddati o'rtacha. Premium modellar bundan mustasno. Ya'ni premium modellari uzoqqa yetar ekan zaryadi. Arzon noutbuklar unaqa emas. HP noutbuklari 6-8 soat ishlashi bilan ajralib turar ekan, ko'p modellarni olganda. Sotish tizimi, o'yin, ya'ni Amen modellari og'ir dasturlarda qizib ketish muammosi bo'lishi mumkin. Sotish tizimi yaxshi emas ekan. Keyin byudjet modellarida sifati ham kamchilik sifatida ko'rilgan. Pavilyon seriyasining arzon modellarida plastik korpus ishlatilinadi va bu mustahkamligi bilan minusga ishlaydi. Ya'ni korpuslar sifatsiz plastikdan ishlatilinadi va mana bu qimmat premium Spectre modellaridagi alyumin korpus bilan jihozlanmagan va bu sifati pastroqligini keltirib qo'yadi byudjet modellarida faqat. Kim uchun mos HP? Talabalar uchun pavilyon olmoqchi bo'lsangiz, ofis xodimlari uchun pavilyon olmoqchi bo'lsangiz, o'yin ixlosmandlari uchun Amen olmoqchi bo'lsangiz va hamyonbop premium noutbuk izlovchilar, Spectre'lar uchun. Hamyonbop premium noutbuk degani bu premium tipidagi noutbuklar xohlaysiz va u juda ham qimmat emas. Cho'ntakbop bo'lishini xohlasangiz, aynan HP siz uchun mos keladi.
Bizda keyingi noutbuk brendimiz bu ko'rishingiz mumkin ekranda Legion va ThinkPad seriyalari bor. Lenovo noutbuklari. Lenovo ham judayam ommabopligi va turli yo'nalishlarda noutbuk chiqarish bilan ajralib turadi. Ko'pchilik Lenovo'ni yomonroq deb hisoblaydi. Bu arzon seriyalarida ko'proq buzilishlar, sifatsiz plastik ishlatishlari bilan ajralib turgani uchun, lekin manba gaming uchun Legion, premium uchun ThinkPad seriyalari bu alohida sifat. Ya'ni maqtasa bo'ladigan yo'nalishlari bor Lenovo'ning ham. Xo'p, Lenovo bozor yetakchisi, ya'ni 2022 yilda 69 million dona dunyoda noutbuk sotgan. Ya'ni eng ko'p noutbuk Lenovo'da ekan sotish bo'yicha. Va jahon bozorining 24% qismini egallagan shu yil. Ya'ni 4 tadan bitta noutbuk Lenovo'ga tegishli bo'lgan. Turli modellar, ThinkPad ishbilarmonlari uchun, Legion gamerlar uchun, IdeaPad o'qish va ofis va keng tanlov mavjud. Bundan tashqari ham yo'nalishlari bor Lenovo'ning. Xo'p, afzalliklari: mustahkamlik. ThinkPad seriyasida yuqori sifatli materiallar va 12 soatgacha batareyka muddati bilan mashhur ThinkPad seriyasi. Og'ir albatta ThinkPadlar, lekin Amerikaga alohida noutbuk yetkazib beruvchi qismi aynan ThinkPad seriyasida sotadi Amerikaga. Juda sifatli materiallar, zaryad uzoqqa yetishi, juda ko'p tomondan ThinkPad oldi o'rinlarda turadi. Amerikada ham alohida hurmat qozongan. Narx sifati, narx sifat nisbati, ya'ni IdeaPad seriyasi alohida hamyonbopligi, arzonligi bilan ajralib turadi. Sifati yomon emas unaqa baribir. Kamchiliklari: dizayn o'rtacha, ya'ni IdeaPad modellarida premium ko'rinish yetishmaydi. Ya'ni cho't go'zal chiqara olmaydi, juda ham go'zal bo'lmaydi. Sovutish muammolari: Legion seriyasida og'ir o'yinlarda qizib ketish kuzatilishi mumkin. Keyin byudjet modellarida, arzon Lenovo'larda ekran sifati juda ham past bo'lib ketib qoladi. Masalan, 1366 ga 768 o'lchamli displey bilan chiqarilgan modellar ham bor. Bu dasturlash va dizayn uchun juda ham noqulaylik tug'diradi. Xo'p, kim uchun Lenovo mos? Ishbilarmonlar uchun, gamerlar uchun, talabalar va byudjetli, ammo ishonchli noutbuk izlovchilar uchun. Lenovo ham o ishonchi bilan baribir. Siz nomi chiqmagan, qanaqadir Xitoydikmi yo umuman siz bilmaydigan brenddan ko'ra Lenovo baribir brend. Keyingi bizni modelimiz ekranda ko'rib turgan modellar. Buni ham kommentga yozishinglar mumkin. Agar bilmayotgan bo'lsangiz, bu Asus noutbuklari. Chap tomonda turgani bu Asus ROG gaming modeli. O'ng tarafda turgani Asus ZenBook. Bu ham grafik dizayn va premium istovchilar uchun alohida chiqqan. ZenBook ham alohida qimmatliligi bilan ajralib turadi, lekin gaming o'yinlar uchun mos emas. Grafik dizayn va video montaj uchun bu ham. O'ng tarafda esa 15-20 millionga olsangiz ham ZenBookni. Chap tarafda o'yin uchun mana chap tarafda Asus TUF gaminglar bor, Asus ROGlar bor. Shularni tavsiya qilinadi. Xo'p, endi ketdik mana. Asus yuqori sifatli displey bilan ajralib turadi. O'tkir ranglar. Keyin alohida buni xususiyati bor. Ko'k nurdan himoyasi bor Asus'da gaming modellarida. Ya'ni RGB masalan 3 ta rangdan iborat bo'lsa, chiqarib berish, shunda ko'k ranglar filtrlab bera oladi. Ya'ni ko'zga zararni kamaytirib berish funksiyasi bor ekan. Keyin alohida yana tez zaryadlash funksiyasi bilan ajralib turadi. 60% zaryadingizni 49-50 daqiqada to'ldirib beradi va bu sizga to'ldirib bergan zaryadni uzoq vaqt ishlashini ta'minlab beradi. Ko'rasiz, shunaqa funksiya, imkoniyatlari bor ekan. Afzalliklari: kuchli konfiguratsiya, ya'ni boyagi ZenBook sensorli, ya'ni ikkita ekran bilan chiqqan premium modellari, o'yinlar uchun ROG modellari va o'rtacha segment uchun VivoBooklar. Asus VivoBooklar odatda ofisniy kompyuterlar uchun chiqadi. Kamchiliklari: sovutish tizimi ROG modellarida uzoq o'yin seanslarida qizib ketish ehtimoli bor va byudjet modellarida VivoBooklar arzon seriyalarida arzon plastikda ishlab chiqarilgani uchun mustahkamligi unchalik yaxshi emas. Keyin xizmat ko'rsatish: O'zbekistonda rasmiy servis markazlari cheklangan bo'lishi mumkin deyilgan ekan. Endi buni to'g'risi bilmadim, tekshirib ko'rasiz, Asusda servis markazlari bormi, yo'qmi? Bu menga noma'lum.
Kim uchun kerak asos? Gamerlar, dizaynerlar, talabalar va multimedia ishqibozlari uchun. Nimaga aynan multimedia? Ekran sifati bilan bog'liq. Video montaj, grafik dizaynga ham yaxshi deyilyapti. Xo'p, endi bizda keladi Acer modellari. Acer noutbuklari ham ayniqsa O'zbekiston bozorida juda ham ommabop. Mana ekran chap tomonda ko'rishingiz mumkin. Acerda Predator yo'nalishi, ya'ni gaming uchun. Boshqa yo'nalishdan ham ko'rib chiqamiz. Acer hamyonbop narxlar, ya'ni Aspir seriyasi bor ofisning uchun. Acer Aspir $300 dan $600 oralig'ida mana. Eng qimmati ham $600 kelyapti. Ya'ni juda ham qimmat emas. Bu ofis uchun va talabalar uchun mos keladi. O'yin modellari Predator, Nitro, Acer Nitro ham juda ham ommalashgan. O'yin ixlosmandlari uchun yuqori ishlashni ta'minlab beradi. Kamchiliklari, sifat muammolari bor. Acerda arzon modellik plastik korpusli bo'ladi, arzon sifatsiz plastik va tez eskirishi mumkin arzon modellarda. Keyin batareya muddati qisqaligi. Acer noutbuklari o'rtacha modellari ham 5 soatdan 7 soatgacha ishlab berar ekan. Qolgan noutbuklarda 8 soat, 10 soat, 12 soat edi. Sovutish tizimidagi kamchiliklar Predator seriyasi og'ir dasturlarda shovqin bilan ishlashi va qizishi mumkinligi bilan kamchilik sifatida ko'rilgan. Xo'p, Acer noutbuklari kim uchun mos? Byudjetli foydalanuvchilar va talabalar va o'yin ixlosmandlari uchun. Byudjetli foydalanuvchilar degani, masalan, siz kuchli kompyuter xohlashingiz mumkin. U joyda siz kuchsiz kompyuter olishingiz kerak degani emas, lekin kuchli kompyuterni ham arzonroqqa olish xohlovchilar bo'ladi byudjet tomonda va shunday insonlar uchun